Koreya uchun uzoq kutilgan sport, agressivlik va nafislikni o'zida jamlagan Mercedes-Benz AMG Y53 2025 gibridli motor test drive va video obzor tomosha qilinglar. Do'stlar, avtomobilga mutaxassislar shunchaki yondashmagan, hatto tashqi ko'rinishlari, balonlargacha har bir ishlatilgan elementlargacha sifatli materiallardan ishlatilgan mashinamizni shinalari Michelin 20 razmer diskalar bilan jihozlangan bo'lib, qizil supertlarni ko'rishingiz mumkin. Bu sizlarga ko'chalarda bemalol suzishga yordam beradi. 495 sm, ya'ni 5 metrga yaqin 2 tonnadan oshiq ushbu avtomobilimiz do'stlar sizlarga kuch, ishonch, g'ayrat beradi. Mashinamizni agressiv ko'rinishligi oldi radiator shotkalaridan boshlanib, AMG yozuvlari va qo'shimcha oldi radiator shotkalari tunda juda chiroyli bo'lib yonadi do'stlar. Mashinamizga Mercedes-Benz Digital Light aqlli farlar qo'yilgan bo'lib, tunda sizga juda katta yordam beradi. Ushbu avtomobilimiz eng katta plyuslaridan avtomobilimiz turbo gibrid sistemaga ega bo'lib, 3 kub benzin dvigatel bilan jihozlangan. Aerodinamik bamperlar, krilolar mashinamiz yengil yurishda yordam beradi. Mashinamiz yonboshdan ko'rinishi, orqa baloni 10 gradusgacha qayriladi. Bu mashinamizni manevr qilishlarda juda katta yordam beradi. Va aytib o'tilgandek, avtomobil gibridli sistemaga ega bo'lib, mashinamizda chap qo'l tomonida zaryadlash sistemasi o'rnatilgan. Ushbu gibridli sistema mashinamizni ot kuchiga qo'shimcha kuch beradi va undan tashqari benzin xarajatini kamaytiradi do'stlar. Avtomobilimizni orqa tomonini ko'rishingiz mumkin. 4 talik AMG glushiterlarni ko'ramiz pastki tomonda va undan tashqari orqa faralarimizda ham Mercedes logolari tushirilgan. Bagajligimizni qisqacha ko'rsatamiz. Xo'p, bagajligimizda ortiqcha narsalar yo'q va faqatgina mana qo'shimcha o'zini zaryadlash sistemalari bilan birga kelgan video registrator, xo'p, avtomatik nasoslar va poliklar bilan jihozlangan do'stlar. Xo'p, albatta elektroprivodda. Do'stlar, avtomobilimizning orqa salonini ko'rsatishdan avval bir narsaga e'tibor qiling. Eshiklarimiz albatta sensorli ochiladi va albatta 4 ta eshigimizda ham davodchiklari bor. Xo'p, eshik afishkalarimizni ko'radigan bo'lsak, juda chiroyli podsvetkalar, zadniy обогревlar ko'rishimiz mumkin va albatta burmestr akustika bilan jihozlangan. Afishkalarimiz ko'rib turganda ikki xil rang kombinatsiya ishlatilgan. Albatta bu ham dop opsiya hisoblanadi. Salonda ham bir xil qoraga korishneviy kombinatsiya ishlatilgan, nappa koja va undan tashqari zadniy klimat kontrol ishlab turibdi do'stlar. Shu avtomobilimizni shuncha maqtaganga yarasha bitta test drive qilib, oldi salonlarni ko'rsatamiz. Ketdik. Bismillah do'stlar, salonga marhamat. Xo'p, avtomobilimiz aytib o'tilgandek benzin plus elektr, ya'ni gibridli sistema bo'lgani uchun birinchi elektrda o'ta oladi va bu yerdan rejim sistemasidan S plus xohlagan rejimlarga o'tkazishingiz mumkin. S plusga o'tkazdik va D ga urdik do'stlar. Xo'p, ushbu avtomobil W214 Y53 Koreya uchun yangilik bo'lib kirdi. Avval bundan yo'q edi do'stlar. Gibridli sistemaning hisobiga o'rtacha 806 100 km ga rasxod qiladi va 3.7 sekundda chiqadi. 577 ta ot kuchi. Albatta bitta bosib ko'rsatamiz avtomobilimizni. Ko'rib turganlarda oldi torpedkalarimizda podsvetkalar o'rnatilgan, kojniy torpedka, ichki video registrator, head-up display. Avtomobilimizda xo'p 360 kamera sistema ishlab turibdi. 3 talik monitor, juda chiroyli karbon elementlari bilan AMG yozuvlar, albatta podstakanliklar bor do'stlar. Avtomobilimizda burmestr akustika, eshik afishkalarimizda ham hatto podsvetkalar o'rnatilgan. Pamet sidin, обогрев abduflar ishlab turibdi do'stlar. Mashinamizni bitta bosamiz, 3.7 sekundga chiqadimi yo'qmi ko'ramiz do'stlar. Bismillah. Vah. Do'stlar, mashina bomba haqiqatda. Ilohim hammamizga nasib qilsin. Bunaqa avtomobillarda yurgan odam haqiqatda o'ziga energiya oladi, boshqa so'zga til ojiz. Do'stlar, ushbu avtomobilimiz aytib o'tilgandek narxiga, holatiga, maqtaganimizga haqiqatda yarasha. Hozirgi kunda ushbu avtomobilni O'zbekistonga podключ $150,000 atroflariga to'g'ri keladi. Kimlarga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Janubiy Koreyadan HM Group sog' bo'linglar.